35 yoshli patsient, turmush qurganlariga 13 yil bo'lgan. Er-xotin tekshiruvlardan o'tgandan keyin ularga srazi eko qilishni maslahat berdim. Maslahatlashib eko boshladik. Birinchi follikullar o'stirib terib olganimizda hamma follikullari chiqdi. Sababi birinchidan yoshlari kattaligi, tuxum hujayrasi juda ham sifatsiz dedi. Turmush o'rtoqlarini ham tekshirganimda urug'ning sifati, harakati ancha past. Keyin aytdim, chekinmaymiz, yana boshqatdan o'stirib ko'ramiz, inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi deb ikkinchi marta follikullarni yana qayta o'stirib, kam bo'lsa ham sifatli tuxum hujayralar terib oldik. Keyin urchitdik. 3 ta embrion chiqdi. 3 ta embriondan bittasini, bitta bolachamizni patsatka qilib qo'yib berdik. Hozir patsiyentlar homilador bo'ldilar. O'ziga ham ikkalamiz bo'lib, juda ham xursand bo'ldik. Boshida aytuvdilar, qo'shnisizga kelib eko qildirib farzandli bo'lgan. O'shandan havas qilib, mana sizni oldingizga keldim. Unga maslahat berasizmi, nima qilaylik deb. Mana homilador bo'ldilar. Ko'rib olsa xursand bo'ldim, natijamiz yana ko'paysin. Sizga tabriklayman.